Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men kentimizdagi uzum baranglarning yeniga kelib o'tirib, sizlarga yana bir nadir asarni o'qib beray dedim. Qo'limda 1000 betdan oshadigan cho'ng hajmlik qomus. Mashhur tarixchimiz, yozuvchimiz, shoirimiz marhum Turg'un Almas bizden vaqtsiz ayrılğanğa bu yıl dal 20 yıl bo'ldi. Mazkur qomusqa marhumning 1985-yil nashr qilingan qadimki Uyg'ur adabiyoti, 1986-yil nashr qilingan G'ullarning qisqacha tarixi, 1989-yil nashr qilingan Uyg'urlar nomli 3 kitobi kirgizilgan. Onundan başqa yana ahırıga merhumning nayt qimmatlik 3 parça ilmi maqolasi kirgizilgan. O'tgan qitimliq kitob o'qish programmamizda merhumning birinchi ilmiy maqolasini o'qib berdim. Bugun ikkinchisini o'qiymiz. Ikkinchi maqola Uyg'urlarning Mo'ng'ul imperiyasida o'ynagan roli. Xo'sh. Bir nuqtani eskartib o'tkim kelyapti. Maqolalardagi sulolalarning davr surgan yillari takrorlangan vaqtda uni o'qimadim. Ondan foydalangan materiallar izohat qilib berilgan vaqtida ularni o'qimadim. Chunki anlagan vaqtida mazmunning izchilligini saqlash uchun shunday qilishga to'g'ri keldi. Maqolamiz boshlab o'tdik. Uyg'urlarning Mo'ng'ul imperiyasida o'ynagan roli. Çingiz Xan, yani miladining 1206-yildan 1227-yilgacha qolgan bo'lgan va uning varislari Oktay Xan 1228dan 1241-yillar, Goyuk Xan 1246dan 1248-yillar, Moniki Xan 1251dan 1259-yillar. Ning vaqtida yani miladining 1206-yilidan 1259-yilgacha Sharqda Tinch okeandan tortib, G'arbda Donay daryosining dengiziga quyiladigan joyigacha va shimolda Sibiriya dalolaridan tortib, janubda Kichik Osiyagacha bo'lgan nurg'ulg'an yerlarni egallab, tarixda misli ko'rilmagan ulug' Mo'ng'ul imperiyasini vujudga keltirdi. Mana shundaq ulug' imperiyani qurgan Mo'ng'ullar xeyli qalaq edi. Ular dastlab Sharqiy Osiyoning dalolarida, o'rmonliqlarida, cho'llarda yashaydi. Shuning uchun ular yaylaq va o'rmonliq rayonlarni o'z hukmronligining markazi va tayanch joyi qilishgan edi. Mundaq ahvol Monki Xan Mo'ng'ul imperiyasiga qolgan bo'lg'icha, ya'ni 1251-yilgacha davom qildi. Mo'ng'ullar nayti qalaq bo'lishiga qaramay, jangovar, botir xislatga va bakmu chin harbiy intizomga shartsiz bo'ysundigan odatga ega edi. Dalida, cho'l bayovonda qattiq tabiiy sharoitda hayot kechirish, chorva mollarini qirg'inga uchirtadigan, doim bo'lib turadigan tabiiy ofatlar, dushmanlarning hujumlari Mo'ng'ullarni qiyinchilikqa chidaydigan, intizomga bo'ysundigan odatga o'rgatgan edi. Mo'ng'ullarda qabilaviy munosabat nihoyatda kuchli edi. Uning ustiga Mo'ng'ullar Chingiz Xondek savotsiz bo'lsa-mu, nihoyatda aqlliq, ho'shyor, bakmu hiylagar, odatdan tashqari tashkilotchilik qobiliyatiga ega, karomat qahramonning yetakchiligiga ega edi. Chingiz Xon Mo'ng'ul qabilalarini birlashtirib, ulug' Mo'ng'ul imperiyasini qurishga bel bog'lagandan tortib, qobiliyatlik, bilimlik, aqlli kishilarni o'z atrofiga to'plashga butun vujudi bilan kirishgan edi. Dal shu chaqda Sharq va O'rta Osiyoda madaniyatli xalqlarning biri Uyg'urlar edi. Chingiz Xon Oltayliq, Beshbaliqliq, Turpalliq, Qorashaharlik, Qashqarlik, Xo'tanlik Uyg'urlardan
yüzlеген, minglagan qobil kishilarni Mo'ng'ul imperiyasining ichki tashqi cho'ng muhim ishlarini boshqarishga jalb qilgan edi. Chingizxonning eng qobiliyatli bosh vaziri Qitan shahzodasi Yilu Chusay kunlarning birida Chingizxonga mundaq degan edi. O'qiya yasaydigan usta kerak bo'lgandek, jahonni so'rashni biladigan usta kerak. Uyg'urlardan Mo'ng'ul imperiyasining davlat ishlarini boshqarishga jalb qilingan kishilar tajribalik siyosiyonlar, hushyor usta diplomatlar, urush san'atining eng nozik sirlarini biladigan harbiy strategiyalar, taktikalar, harbiy texnikalar, chidamliq qaysar sayyohlar, dengizchilar, qurilish injenerlari, ilm-fanga to'shiq olimlar, turli ellarning tilini bildigan tilmashlar, shoirlar, tarixchilar, xattotlar, rassomlar, muzikantlardan iborat edi. Chingizxon birinchi qadamda Mo'ng'ul qabilalarini birlashtirib, kuch to'plagandan keyin o'zining shimol, ya'ni Sharqiy Sibiriya va G'arb, Sharqiy Oltoydagi turkiy qabilalarini bo'ysundirgan edi. Chingizxon milodiy 1204-yili Oltoydagi Nayman xonligiga hujum qilgan. Nayman xoni Inanch Bilge xonning o'g'li Tayan xon Chingizxon tarafidan o'ldirilgan. O'shani qayta o'qiychi. Chingizxon milodiy 1204-yili Oltoydagi Nayman xonligiga hujum qilgan. Nayman xoni Inanch Bilge xonning o'g'li Tayan xon Chingizxon tarafidan o'ldirilgan. Shu chaqda Tayan xonning ustozi va tamg'ichisi Uyg'ur Tata Tunga Chingizxonning qo'liga tushib ketgan. Chingizxon Tata Tunganing taklifini qabul qilib, Uyg'ur yeziqini Mo'ng'ul imperiyasining davlat yeziqi qilib bekitdi. Undan burun Mo'ng'ullarda yeziq yo'q edi. Chingizxonning o'g'illari va boshqa Mo'ng'ul baglarining Uyg'ur yeziqini o'rganishi zarur shartlarning biriga aylandi. Tata Tunga Chingizxonning o'g'illariga ustoz bo'lib tayinlandi. Mo'ng'ul imperiyasining qonunlari, yorliqlari Uyg'ur yeziqi bilan Mo'ng'ul tilida yozildi. Mo'ng'ul imperiyasining bir tarkibiy qismi bo'lgan ilxoniylar, ya'ni milodining 1258-yilidan 1335-yilgacha hukm surgan ning aloqalari Uyg'ur Farscha yoziqda yozilgan bo'lsa, Chag'atay xonligi, ya'ni 1231-yildan 1370-yillar bilan Oltin O'rda xonligi, ya'ni 1227-yildan 1502-yillarda bo'lsa, rasmiy davlat tili yeziqi Uyg'ur tili, Uyg'ur yeziqi edi. Chag'atay xonligi bilan Oltin O'rda xonligidagi Mo'ng'ullar, Uyg'urlar, Tatarlar, Qipchoqlar tarafidan assimilatsiya qilinib, turklashib, e'tiqod jihatdan islom diniga kirgan edi. Mo'ng'ul xonlari orasidagi o'rtaq til, Mo'ng'ul baglari orasidagi adabiy til, rasmiy siyosiy aloqalarda qo'llaniladigan til Uyg'ur tili edi. Uyg'ur Idiqut xonligining xoni Barchoq Artekin milodining 1210-yili Mo'ng'ul imperiyasining Qurulun daryosi bo'yidagi o'rdasiga berib, Chingizxonni ziyorat qilgandan keyin Bashbaliqliq, ya'ni hozirgi Jimisar atrofida Uyg'urlardan nurg'un kishilar Mo'ng'ul imperiyasining davlat ishlarini boshqarishga jalb qilindi. Chingizxon milodiy 1206-yili qolgan bo'lgandan boshlab sirtqi qarta tajovuzchilik urushlarini boshladi. Chingizxonning o'rdasiga to'plangan Uyg'ur harbiy olimlari Chingizxonning milodiy 1215-yili Jurjit xonligi, ya'ni 1115dan 1234-yillarga qilgan yurishlarida harbiy maslahatchi sifatida qatnashgandan tashqari, Chingizxonning milodiy 1219-yildan 1225-yilgacha davom qilgan G'arb va Sharq qilgan yurishlariga harbiy maslahatchi bo'lib borgan edi.
Çingizхан alamdan o'tgandan keyin uning o'g'illari, nabirlarining davlatni boshqarishiga yana nurg'unlagan Uyg'urlar jalb qilindi. Çingizxanның g'arbga qilgan harbiy yurishiga qatnashgan Uyg'urlar ichidan eng mashhurlari bo'lgan To'raqaya, Bulat Qapa qatorliqlar to'g'risida bir necha eg'iz so'z qilish kerak. To'raqaya 5 baliqliq Uyg'ur bo'lib, harbiy strategiya va taktikani urush harakatlarida qo'llanishga nihoyat usta edi. To'raqaya Çingizxanның ulug' Xorzm Shoh davlatiga qilgan yurishiga qatnashgan harbiy maslahatchilar ichida nihoyat qobiliyatli harbiy olimlardan edi. Bolatqaya bo'lsa Çingizxanның g'arbga qilgan yurishiga qatnashgan. U keyin Çingizxanның o'g'li To'lixonning o'rinbosari bo'lgan. 5 baliqliq Bolatqaya Çingizxan milodining 1215-yili besib olgan Xungdu, ya'ni Jurjit xonligining poytaxtiga alohida huquqliq elchi va nazoratchi qilib avatilgan. Uningdan burun, ya'ni milodining 1215-yildan 1223-yilgacha Jungdudagi bosh vali Mo'ng'ul sarkardisi Mo'g'ali edi. Mo'g'ali milodining 1223-yili o'lgandan keyin Jungduga Bulatqaya avatilgan. Bulatqaya Jungduda turgan mezgilida Shimoliy Jungoga Mo'ng'ullar nomidan hukmronlik qilgan. Shu chaqda Janubiy Jungo, Janubiy Sung sulolasining hukmronligida edi. Mo'ng'ullar milodiy 1279-yili Janubiy Sung sulolasini og'dirib tashlagandan keyin To'lixonning o'g'li Qublayxon 87 yil hukm surgan Yuan sulolasi, ya'ni 1279-yildan 1368-yillarni qurgan. Uyg'urlar mana shu Yuan sulolasining eng muhim huquqlarini egallab olgan. Qublayxon va uning varislari davrigacha Uyg'urlardan Lanshishan milodining 1231-yil tug'ilib 1280-yili olamdan o'tgan Sanga, Ahmad, Al-Yig'mish, Mangu Tekin, Shiban, Mongsur, Axtariddin qatorliq Uyg'urlar Xon Baliqda, ya'ni hozirgi Beijingda nihoyat muhim vazifalarni o'tagan. Shularning ichidan oddiyligi, kamtarligi, xalqparvarligi, qobilligi bilan shuhrat qozongan Lanshishan, Mongsur, Mangu Tekin, Shiban, Al-Yig'mish, Axtariddin qatorliqlar to'g'risida qisqacha tushuncha berish kerak. Lanshishan milodining 1231-yili Uyg'ur Idiqut xonligining poytaxti Bashbaliqda tug'ilgan. U Qublayxonning bosh maslahatchisi bo'lgan. Milodining 1259-yili Munki qag'an olamdan o'tgan. Mo'ng'ul imperiyasining poytaxti Qaraqo'rumni saqlashga tayin qilingan Arix Buqa, ya'ni Qublayxonning ukisi fursatdan foydalanib Qaraqo'rumda qurultay chaqirib Mo'ng'ul imperiyasining qag'anliq o'rnini tortib olmoqchi bo'ladi. Ahvol bu shundoq jiddiylashganda Qublayxon milodining 1260-yili Lanshishanning ko'rsatmasiga binoan qag'an saylashdagi an'anasiga xilof holda kayfinda o'zini Mo'ng'ul imperiyasining qag'ani deb jakarlaydi. Shundan boshlab Qublayxon bilan Arif Buqa orasida qonliq urushlar yuz berdi. Qublayxon Arif Buqani tarmar keltirib, Qaraqo'rumni egallab oladi. Milodining 1264-yili Arif Buqa Qublayxonga taslim bo'ladi. Mo'ng'ullar milodiy 1279-yili butun Jungoni besib olgandan keyin Qublayxon Yuan sulolasiga xon bo'lib, Beijingni poytaxt qiladi. Lanshishan shundan boshlab umrining oxirigacha Qublayxonga bosh vazir bo'ladi. Mansur Qublayxonning eng yaqin maslahatchilaridan biri edi. Qublayxon uni bosh vazirlikka tayinlaganda bosh vazirlikni qabul qilmagan.
Mansur nayt aqlliq, bakmo bilimlik adam edi. Мәңгү Tekin bolsa Qublayxonning ustozi edi. Qublayxon uning tarbiyasi natijasida Mo'ng'ulcha, Uyg'urcha, Xanzucha, Tibetcha tillarni mukammal biladigan, ilm ahlini hurmat qiladigan shaxs bo'lib yetishgan. Shiban bolsa mashhur usta diplomat edi. U Qublayxonni uning dushmanlari bilan kelishtirish jihatda unumli faoliyatlarni elib borgan. Shiban Oktayxon bilan Qublayxonning ordisida nihoyatda muhim vazifalarda bo'lgan. U milodiy 1276-yili 79 yoshida olamdan o'tgan. Asli Xotanlik Uyg'urning avlodi bo'lgan Ahmad Qublayxonga vazir bo'lgan. U nihoyatda qobil bo'lib, bosh vazirga tang obro'yga ega edi. Yuan sulolasining mashhur xonlari Qublayxon, To'mirxon, Isan xonlarning vaqtida, ya'ni milodiy 1270-yildan 1320-yilgacha mashhur dengiz sayohatchisi, diplomat Al Yig'mish otliq Uyg'ur bir necha qitim Hind okean va Okeaniyaga borgan. Al Yig'mish milodiy 1272-yildan boshlab Hind okean va Okeaniyadagi davlatlarga elchi bo'lib borgan. Al Yig'mish dengiz okean orqali hozirgi Sri Lanka, Mavriya, ya'ni Hindistonning sharqi janubida, Hindichini, Indoneziya qatorliq joylarga borgan. U qaytishida chet el elchilarini boshlab va shu davlatlarda chiqadigan dori darmaklarni elib kelgan. Qublayxonning Al Yig'mishni sharqiy janubiy Osiyoga, Indoneziyaga elchi qilib avatishi shu davlatlar to'g'risida tafsiliy ma'lumotga ega bo'lish edi. Chunki Qublayxon sharqiy janubiy Osiyo va Indoneziyani besib olish uchun uzundan beri tayyorlanmoqda edi. Degandek, Qublayxon milodiy 1279-yili janubiy Sung sulolasini yo'qotgandan keyin sharqqa, ya'ni Yaponiyaga, sharqiy janubiy Osiyoga, Indoneziyaga keng ko'lamlik hujum boshladi. Qublayxon milodiy 1280-yili yuzlagan minglagan kemalar bilan ta'minlangan 165 ming jangchidan tarkib topgan qudratli cho'ng qo'shinni, buning 120 mingi Xanzu va Koreyalik jangchi dengiz orqali Yaponiyaga mangdirdi. Lekin bu cho'ng tajovuzchi qo'shindan nihoyatda nurg'uni Tinch okeanda bo'ronga uchrab g'arq bo'lgan. Natijada Mo'ng'ullarning Yaponiyaga qilgan yurishi mag'lub bo'lgan. Qublayxon Yaponiyaga qilgan yurishida mag'lub bo'lgandan keyin 1283-yili Hindichini yerim orladiki Vietnam, Malaya, Burma, Kamboja qatorliq davlatlarga hujum qilgan. Al Yig'mish Mo'ng'ullarning Hindichindagi davlatlarga qilgan yurishiga qatnashgan. U yana Mo'ng'ullarning 1293-yili Indoneziyaga qilgan yurishiga qatnashgan. Al Yig'mish Qublayning Indoneziyaga qilgan yurishi mag'lub bo'lgandan keyin xonbaliqqa qaytib kelib, umrining oxirigacha bosh vazir o'rinbosari bo'lgan. Milodiy 1320-yili olamdan o'tgan. Qublayxonning vaqtida Axtariddin otliq Uyg'ur injener o'tgan edi. Kitap eg'ir bo'lgan lekin qo'ldan masal. Axtariddin o'rda va shahar qurilishlarini boshqaradigan Chodir mahkamasiga boshliq qilib tayinlangan. Axtariddinning sharq tarixidagi to'kpisi hozirgi Beijing shahrining dastlabki asosini loyihalab bino qilishidi. Beijing Jungo tarixida o'tgan sulolalarning siyosiy, harbiy, iqtisodiy va madaniyat markazi bo'lgan. Beijing Jungo tarixidagi yilnomi davri, ya'ni milodidan 770-yil burunqi chog'dan tortib milodidan 475-yil burunqi chog'gacha urushqoq bagliklar davri,
deki yan baglikiga poytaxt bo'lgan. U chaqda Jiqing deb ataladi. Chinsi Huang milodidan 221 yil burun Jungoni birlikka keltirgandan keyin Jiqing shahri chegara mudofiasidagi muhim shaharga aylangan. Jiqing shahri Han sulolasi, Sui sulolasi, Tang sulolasi davrlaridami muhim harbiy shahar bo'lgan. Song sulolasining davriga kelganda Jiqing shahrini milodi 960-yillari Qitanlar besib olgan. Jungo tarixida o'tgan Jurjit xonligi, Yuan sulolasi, Ming sulolasi, Qing sulolasi qatorliq 4 sulola Jiqing shahrini poytaxt qilgan. Sharqiy Qitan xonligi, ya'ni 916-yildan 1125-yillar, milodi 1053-yili Jiqing shahrini poytaxt qilgan vaqtidan boshlab hisoblagandimi, Beijing 800 yildan ko'proq tarixga ega. Tarixi uzun bo'lgan Beijing nomi turli tarixiy sharoitda har xil atalib kelgan. Tang sulolasi davrida Yuju, Qitan xonligi davrida Pidu, Yanjing Jurjit xonligi davrida Zhongdu deb atalgan. Yuan sulolasi davrida Xonbaliq deb atalgan. Faqat Qing sulolasi davridala, ya'ni 1644-yildan 1911-yillar Beijing deb atalgan. Hozirgi Beijing shahrining asosiy yan bagliki, ya'ni milodidan 7 asr burunning poytaxti Jiqing shahrimi emas. Shuningdek, Sharqiy Qitan xonligi, Jurjit xonligi davridagi Yanqing, Zhongdu shahrining asosimi emas. Beijing faqat Mo'ng'ullar bino qilgan Xonbaliq shahri asosida taraqqiy qilib, hozir holga kelgan. Chingizxon milodi 1251-yili Jungoga ikkinchi qatim cho'ng ko'lamda hujum qilib, Jurjit xonligining poytaxti Zhongduni besib olganda shaharga o't qo'yib, kulga aylantirib o'tgan edi. Tarixiy faktlarga asoslanganda Zhongdu shahri bir oydan ortiq kuyib, qo'rqinchli bir xarobiy zarliqqa aylanib ketgan. Mana shu voqeadan 52 yil o'tgandan keyin, ya'ni milodining 1268-yili Qublay xon Zhongdu shahrining xarobisi ustida yangi bir shahar bino qilib, poytaxt qilish qaroriga kelgan. Axtaridan Qublay xonning topshirig'i bo'yicha yangidan quriladigan poytaxtning g'oyat cho'ng, murakkab loyihasini ishlab chiqqan va shu loyiha bo'yicha Xonbaliq deb atalgan poytaxtni bino qilishga yetakchilik qilgan. Mo'ng'ullar qurgan Yan sulolasi, ya'ni 1279-yildan 1368-yillar ning tunji xoni Qublay xonning zamonasida Xonbaliqning bino qilinishi tarixda binokorlik san'atining intayin qimmatli yodikorligi hisoblanadi. Axtariddinning loyihasi bo'yicha birinchi qadamda yerning qiypash shakliga asosan yer osti kanalizatsiyasi yasilib, suv oqadigan sapal nokashlar o'rnatilgan. Ikkinchi qadamda xonlar turadigan o'rdalar tabiiy manzarasi chiroyli joylarga saylangan. Axtariddinning loyihasiga asosan hozirgi Jongnanxay va Beyxay ko'llari bino qilinib, xon o'rdalari shu ko'llarning ikki qirg'iqiga saylangan. Hozirgi Jingshan bog'chisining atrofiga xon oilasining hayvonotlar bog'chisi bino qilingan. Xonbaliqning ko'chalari cho'ng ko'cha, kichik ko'cha va Xutung deb ataladigan 3 xil ko'chadan iborat bo'lgan. Cho'ng ko'chalarning kengligi 24 qadam, kichik ko'chalarning kengligi 12 qadam edi. Shaharga 364 cho'ng va kichik ko'cha, 2009 Xutung yasaldi. Bundaq ko'chalarning cho'ng kichikligi qatnashning har xil ehtiyojiga asoslanib, tor qilib yasalgan. Ko'chalarning kengligini hozirgi o'lchamga selishtirganda cho'ng ko'chalarning kengligi 40 metr, kichik ko'chalarning kengligi 20 metr keladi. Xonbaliqdagi o'rdalar,
ko'llar, bog'chalar, ko'vriklar, ko'chalar, shahar darvozalari, yer osti kanalizatsiyasi Jungoning an'anaviy odatlari, tarixiy taraqqiyotining shart sharoitlari va yer ahvolining ba'zi bir jug'rofiyalik aloyiliklariga asosan yasalgan. Ajdodlarimiz G'ollar davridan tortib, ya'ni bundan 5000 yillar burun hozirgacha Jungoning madaniyatiga nihoyat qimmatli tuhfalarni qo'shgan. Axtariddinning xon baliqni, ya'ni Beijingni bino qilishda yaratgan ulug' shonliq tuhfasi tarixda mangu unutilg'usiz mo'jiza. Manba Xinjiang madaniyati jurnali 1988-yil 4-son. Tugadi. Kitap qilim ig'ir bo'g'ashqa ko'tarmak sal tas bo'ldi. Bu 3 parcha ilmiy maqoladan yana bir parchasi qoldi, ya'ni Yipak yo'li va Xotan yipik to'g'risida. Kelar qatim bu asarni o'qib beraman, diqqat bergaysiz. Xayr xo'sh, omon bo'ling.